Ajoyib, Amerikaga ham kelib oldik. Xo'p, Amerikada endi askincha sizlar bilan o'rtoqlashmoqchiman. Amerikada nima ish qilyapman, nima harakat qilyapman, chunki yaqinda kelganmiz biz ham. Amerikada ko'rgan bo'lsangiz, aylandik, boshqa qildik, hamma joylarni ko'rdik. Ikkita shaharda bo'ldim. Nyu-Yorkda bo'ldim, Chikagoda bo'ldim. Hozirda endi Ohioda tirikchiligimizni qilib yuribmiz. Usta bo'lib, bu qanaqa keldim, boshqa bo'ldim. Sizlarga qiziq bo'lsa, videoyim 100 mingtadan oshsa, albatta yana qanaqa kelganimni batafsil tushuntiraman hammasini. Sizlarga qiziq bo'lsa agar kommentariyalarga yozinglar. Bu yerda kelganimdan keyin nima ishlar qildim? Nyu-Yorkka birinchi kelganimdan keyin to'g'risini aytaman, Nyu-Yorkdan ish topish juda qiyin. Hunarim bo'lsa ham shu konditsionerni tuzatish, remont qilish, bitva texnikalar bo'yicha polniy tushunsam ham, lekin ish topa olmadim. Chunki ishlash huquqi degan dokument kerak ekan bu yerda. U narsam yo'q bo'lgani uchun topishga juda qiynaldim. Chunki hozir ham o'zimni soham bo'yicha ishlamayapman, chunki ishlash huquqi yo'q menda hozir. Balki bo'lib qolar, bu video keyin yozilyapti. Balki shu bo'lgan paytda yana bitta video qilarman. Endi bu videoni boshlamoqchiman. Endi boshlayapman, shuning uchun to'g'ri tushunasizlar. Bizani qo'llab-quvvatlaysizlar deb o'ylayman. Ancha obunachi yig'ib qo'yimman. Shu o'zimdan kelib chiqib bilimlarimni bergandim. Xursand bo'ldim. Endi kimga qiziq bo'lsa, shu Amerika hayotini ham askincha ko'rsatib bormoqchiman. Hammaga rahmat. 100 mingta bo'lgandan keyin bu video Amerikada qanaqa deganimni обязательно sizlarga aytaman. Faqat 100 mingta bo'lgandan keyin qanaqa kelishi ajoyib yo'lda.